Assalomu alaykum hamyurtlar. Xudo xolasa navbatdagi 90lik sxema kultivatorimizni hop Qozog'iston 7 soylik akamiz zakaz qilishdi. Hozir tamojidan o'tkazdirib yuboramiz. Mana ko'rishlari mumkin. Juda ham ideal holatda ham diskli, ham lezvali dangasa ballonlari bilan как положено qilib tayyorladik. Gidromotordan ishlaydigan hamma narsalar yangi bo'ldi. Mana komplektiga yana 4 ta paqir gidromotor komplekt zakaz qilishdi. Bularni ham olib keldik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston respublikalariga kelishilgan holda tamojnigacha dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol buyurtma berishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon. Salomat bo'lasizlar. Kultivatorimiz tamojniga qarab kirib ketyapti Qozog'iston tomonga. Mana qolgan qismlarini hozir boshqa mashinaga yuklab chiqarib yuboramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Buyurtma asosida chiroyli qilib mana Qozog'istonlik bratlar bemalol buyurtma berishlari mumkin.